Dunyodagi eng yosh milliarder merosxo'rlar. Mashhur va boy ota-onalarning farzandi bo'lish juda yoqimli. Tug'ilishingiz bilanoq sizlarni milliard dollarlar kutib turgan bo'lsa, qanday mazza-ya. 3-o'rin North-East. Mashhur onaning 9 yoshli qizi allaqachon o'zining 4-brendini ochgan. Insta bloger Kim Kardashianning qizi ayni paytda mashhur onasi tufayli hisob-kitoblarga ko'ra 375 million dollarlik kapitalga ega. 2-o'rin Stormy Webster. Kosmetika sohasidagi media magnat Kylie Jennerning Tommy qizini butun Amerika kuzatadi. Onasining sahifalarida ko'rinish berib turadigan bu latofatli qizcha hozirgi boyligi 726 million dollar deb baholangan. 1-o'rin Charlotte, George va Louis. Tug'ilishi bilanoq Britaniya jamoatchiligining sevimlilariga aylanishdi. Garchi ular hali shaxsiy moliyaviy resurslarga ega bo'lmasalar-da, barchasi qirollik nomidan. Ularni haqli ravishda dunyodagi eng boy bolalar deb hisoblash mumkin. Bolalarning ayni damdagi kapitali 807 milliard dollardan oshiq. Sizni hozirgi kapitalingiz qancha? Izohlarda yozib qoldiring.